Aka-ukalar yaxshimisizlar? Sizlarimizga 29-noyabr Balonjonda ishlarimiz davom etyapti. Xo'p, akamizga buni qo'ymoqchi bo'lib turdik, keyin bu dizaynimiz yoqib qoldi. 4 ta ratarla balon bilan. Ishdan tushmagan zo'r holatda edi. Qo'ydiryapmiz. Akamizdan o'zlaridan kecha qo'ygan ekanlar balon, girlanda balon ichib qolyapmiz. Kimga qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqinglar, arzon narxlarda sifatli qo'shib beramiz. Qolaversa yangi balonlarimizga har bitta donasiga 5, 6, 8, 10 dollarga skidkamiz ketyapti. Sizlar chaqirib olib, skidga ketyapti, chaqirib olish maqsad emas. Maqsad ichcha bo'lsa ham foydamiz degandan xursandmiz. Kelasida inshaalloh Namangandan, Andijondan, Qo'qondan, Chimyondan kelib qolishyapti. O'zimizda ham bunaqa ekanu aldabsiz gaplar bo'lmaydi inshaalloh kelaverasizlar. Eng arzoni Balonjonda, qolaversa ba'zi rabochilarimiz ham bor. Kimga qanaqa xizmatlar bo'lsa rasmga olib tashlaysizlar. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz, telegramlarimiz bor. Eng arzoni Balonjonda aloqaga chiqaverasizlar.